X ni to'rtinchisi minus 2027 faktorial taqsim 2026 faktorial plus 2025 faktorial ko'paygan x kvadrat plus 2025. Bu misol ko'rinishidan biroz murakkabga o'xshaydi, lekin buni soddalashtirib oladigan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi? X to'rtinchisi minus mahrajimizda 2025 faktorialni olib chiqadigan bo'lsak, 2025 faktorialni olib chiqadigan bo'lsak, 2026 plus 1 qoladi. Yuqorida bo'ladigan bo'lsa 2027 faktorial minus x ko'paytiramiz, x kvadrat minus 2000 plus 2025 teng 0 bo'lar ekan. Bu yerda 2027 faktorial bilan 2025 ni qisqartirsa yuqorida 2026 va 2027 qoladi. Bu 2027 bo'ladi. Buni ham qisqartirib oladigan bo'lsak, bizlarda x ni to'rtinchisi minus 2026 x kvadrat plus 2025 hosil bo'ladi. Teng 0. Bu misoldan x kvadratni topib oladigan bo'lsak 2025 va x kvadrat teng 1 chiqadi. Bizlarda tenglama nechta haqqa ildizga ega degan, bu yerda 2 ta chiqadi, plus minus 45. Bu yerda yana 2 ta chiqadi, plus minus 1. Tenglamaning haqqa ildizlari nechta deyapti? Demak, bizlarda 4 ta degan javob chiqar edi. Bu misolni 28-fevral kuni imtihon kirganlar, ikkinchi semendagilar ko'rmasdan javobini qo'ygan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Agar sizga 7-mart imtihonda ushbu savol tushadigan bo'lsa, 4 ta javobni belgilab qo'ysangiz bo'ladi.